Assalomu alaykum. Bugun siz bilan tanishib chiqadigan dorimiz oshqozon ichak kasalliklariga ta'sir qiladigan dori vositalari hisoblanadi. Unda asosan oshqozon proton pompa ingibitorlari hisoblanadi. Oshqozondagi qo'llaniladigan dori vositalari proton pompa ingibitorlarini amiprozollardan masalan boshlasak, amiprozollarda ham shu avlodiga qarab 4 ta amiprozol, pantoprazol, lansoprazol va rabeprazol turlariga bo'linadi. Eng oxirgi 4-avlodi pantoprazol hisoblanadi, 3-si lansoprazol, keyin rabeprazol, keyin amiprozol 1-avlodi hisoblanadi ularda. Bunda amiprozolda asosan amiprozolda oshqozon ichak sistemasi va ovqat hazm qilish sistemasidagi rolni ovqat hazm qilishga va oshqozonda kislotalik shu o't ishlab chiqarishga ham oz miqdorda yordam beradi. Jigarda o't suyuqligi asosan o't tufayli yo'l orqali jigardan ishlab chiqariladi qisman, bir qismi va o't suyuqligi o't xaltachasidan hosil bo'lib quyiladi oshqozonga. Oshqozon osti bezi natijasida hosil bo'ladi ular. Bundan tashqari keyin amiprozol sostavli dorilar, amiprozolda o'zi bo'lishi mumkin, amiz bo'lishi mumkin, keyin amigastra bo'lishi mumkin. Har xil firmalar chiqargan, lekin xalqaro nomi amiprozol bo'ladi sostavida. Patentlangan nomida bo'lsa, firmalarning o'zini nomi bilan chiqariladi, brend nomi bilan. Bundan tashqari amiprozol bilan domperidon qo'shilganligi bo'lishi mumkin. Uni tarkibida 20 mg amiprozol va 30 mg domperidon qo'shilgan. Unda asosan ham oshqozon ichak sistemasini va o'ngilanish, qayd qilishni oldini olish maqsadida bemorga двойной effekt berish maqsadida ikki tomonlama kompaniyalar dori hisoblanadi. Bundan tashqari rabeprazolda asosan ana shunday rabeprazol bilan domperidon qo'shilgani, pantoprazolda ham qo'shilgan, keyin izomeprazol bor, oxirgi 5-pokoleniya hisoblanadi. Eng yaxshi kuchaytirilgan variantlardan hisoblanadi. Undan tashqari biz ishlatadiganimiz pankreatin sostavli dorilar, pankreatin o'zida 25 ming, fortesida asosan 50 ming dozada katta kuchaytirilgan dozada bo'ladi. Undan tashqari 10 mingtalik krion ko'rishimiz mumkin, mezin ko'rishimiz mumkin, trezin ko'rishimiz mumkin. Uni tarkibida mikrokapsulalar, zarrachalardan tashkil topgan. Bu asosan ichak sistemasida eriydigan dori vositalari hisoblanadi. Bu kapsula ko'rinishdagilar. Pankreatin o'zi bo'lsa oshqozonni o'zida hazm bo'ladigan dori hisoblanadi. U usti plyonka bilan qoplangan va oshqozonga tushgandagina eriydigan vosita hisoblanadi. Masalan, krion, mezin, trezinlar bo'lsa, bu asosan ichak sistemasiga borganda ichakka tushgandagina eriydigan vosita hisoblanadi. Undan tashqari biz ishlatadigan